ki maliye soğut derbisi ügenmezlikinin ki akıbetini depi. Ma bilimini düşenmesi bay adamlar. Nima çıktı bilemsizler? Bir adam birinci xil mal mülkten paydalanıp şirket kurup pul tapqandan keyin birinchilab yaxshi ko'rtqashi nima bilamsizlar? Mushu shirkatni osmon zimin kengaytirishni yaxshi ko'rdi. Xuddi bir tal oshxonachi odam 200 ming pound oshxonasi 2000 ming pound qilishni o'ylab qo'ydimda. O'ylaydi, bizning odamlarimiz ashuni yaxshi ko'rdi mana. Undaqda qanday oqibat yuz berdi bilamsizlar? Siz zavoddan bir necha pul tepib shundami? Zavodni yo'g'on echib sho'bayini olib, endi siz zavod davrida o'tib ketsa, beshingizga gadangi qarzni tutib yuysiz. An qaşda setib, igilik tiklab tijorat qilib qolamiz shundami? Undan keyin xuddi tarbiyalash sohasi qilib pul topgandan keyin Urumchiga kelib mehmonxonasingiz, shundami? Undan keyin juboday qilsangiz, uni qilsangiz, cho'qim siz ziyon tortasiz. Biz kasbdan topgan puldan ochiqib pulni mablag' silib pul tepishni o'rganishimiz kerak. Lekin jiq odam barliq pulni bir korxonaga qo'yib qo'ydi, o'xshash kasbdikilar hujum qilsa, sotga chiqitgan ish bo'lsa, shundami? Yinxan karınızı to'ngli tutdi, pulning hammani to'ngli tutdi. Siz hatto advokat taklif qilgandekmi pul topolmaysiz. Hatto xotiningiz ajishib ketgan bir tal narsani oldingizga qo'ydi. Undan keyin qanday o'tasiniz? Shu bir kichik lakim aslodatiga qaytasiz. Amaliyotda sizlar ko'rgan baylovoya, vanxonli cho'lponlar ko'rinishda bak salobatlik, lekin ichki dunyosi intayin ojiz. Nima ish qilamsizlar? Ular har kuni xotirjam uxlayolmaydi. Xizmat qilganligiga avaz qilamiz biz amaliyotda. Nima ishqa? Chunki xizmatni qilayotiblar, lekin xotirjam uxlaydi, lekin bizda xotirjam uxlayotgan narsa yo'q. Chunki xotirjam uxlasak, at shirkat mag'lub bo'ldi. At siz do'konga olmasangiz bitta qalaymagan ish chiqadi, shunday emasmi? Xatir bormi ekan? Siz shirkatda mag'lub bo'lsangiz, xizmatchingiz berib xizmat topsa bo'ldi, lekin lobancha qarzni o'zingiz qaytarsiz, gadanga olsiz, shuni siz ortgan mas'uliyat og'ir. Shunlarning besimi qanday desa va shig'i. Masalan, Urumchida bir odam ekan qalaman. Mush Urumchininki bir tal yerga yo'g'on 90 million mablag' silib, bir tal restorandan meni qo'prab, hozircha ichib bulanmabdi 10 yilning yaxshisi. Endi bu odamninki 44 tal zanjirsimon do'koni ekan qalanglar, oshxonasi ekan. Bu odam mushundan pul tepib 10 yil olibdi, oshxonani mush Urumchi restorandan meni tayyorlab o'tibdi. Hozircha ichib bulanmabdi. Yana 10 million bo'lsa ochib o'tgan. Endi xo'sh o'ylab qo'ying. 44 yil yemak-ishmak qilib, yana hozircha nada desa, kasb qilish, pul tepish. Pul tepish uchun desangiz, pulni qo'g'dab qo'y degan ideya yo'q. Agarda 10 yilning oldida mening gapimni anglab, shunda emas, o 90 million, 100 millionga bir restoran qo'pag'uchi shundami? Bo'ldi 50 millionga oltin olib qo'ygan bo'lsa, bugun kun kelganda 300 millionga aylanadi. Hech qanday ish qilmasin bu, kasb qilmadimisin bu, sayohat qilsam odam bilmaydi. Mademda pul tepish bor, muvaffaqiyatni oyoqlashtirish degan narsa bor bu yerda. Pulni topgan bilan bo'lmaydi, yetibgan pulni topgandan keyin tuyushi bo'lsa qo'la. Lekin jiq odam tuyushi bo'lmaydi. Nima ish qilib shu pul topganligini bilmaydi. Nima ish qilsangiz aba yezib bergandagi qo'rqinish. Pul topgan siri qo'rqinish ko'payapmadi. Mag'lub bo'lishdan tig'imi qo'rqdi. Men atrofimdagi ayna boyaklarim bor oshilmaydi. Nimadan qo'rqdilar? Sildimi va qo'rqdilar. Chunki anda cho'ng egiligi bor odam degan shundami? Qanday da bir bayram bo'lsa, necha million qarzga bayram bo'ldi. Siz bayram bo'lsangiz, yana bir xizmat topsangiz bo'ldi ba'zan. Sabaqda shundaymi emasmi? Ha. Shu moli qanday ekan, texmi qo'rqitgan. Shu moliya so'z tarbiyasini o'rganmasangiz, qo'rqinish ichida yashab siz bir umr kasal bo'lib o'zingizni o'ldirib olasiz. Binodan saqlab olasiz, ayında ahvoli bor. Amaliyotda qarab baqsak, jamiyatimizni binodan saqlab olgan odamlar baylasal jiqroq ekan. Oldingi yil esa Jungodagi 18 tal milliarder korxonchi binodan saqlayapti. Masalan, meningki bir o'quvchim bor. Bu 56 yoshlik. Endi bu akamiz endi bir kun menga telefon qilib ichkirdi tutsam, dars anglab olgan. Telefon qilib, "Muallim sizdan ko'rsam bo'tdi, jiddiy aytgan gapim deydi" debdi. Men yana 7 kundan keyin Shinjonga bordim, aşağıda ko'shili deb, men bir og'iz gapni ortiq so'ramabdim ekan. "Sen nima bo'ldi?" degan gap demabdim ekan. Çünkü ders anlaşılı aldaş olgan ekan. Ondan keyin aradan yetak çoqtuqchi menga telefon qildi, o'quvchi Chashqan dorisi yeyapti, doktorxonada jiddiy qutqazildi deydi. Hayron qoldim qalam. Ondan keyin bir tafsilotni berib doktorxonaga borib kuzatgandan keyin nima deydi bilamsizlar? Uningki bir ukisi osilik qilib ekan anaga. Anaga osilik qilib pulisini elib ekan, xajlab ekan. Ondan keyin lakin mushu meningki eng yaqin tuqqanim ilmni menga osilik qildi deb Yaşı olsa gelmeyi, bana telefon qilib kelgan şu vaqtda. Kallasida o'tkazolmayman o'sha ishni.
keyin do'rib olib ulashni o'ylabdi. Ashular sizlar havas qilgan bayayna shu. Dajsi va loxo mashinasi va daji mashinasi va hajligiga 20 million puli va. O'ylab qolgan. Mana bu sizlar havas qilgan o'ylab bay odamlar. Qo'rqinish sildimi kuchli. Sildimi bak qo'rqdi. Nimishqa shu puldan yo'qab ketishdan ensiraydi. Emniyet desanız olsun ayaklıktan bir kanuniyette hemmeden öldü. Siz pulunuzu hep gitmemişsiniz, hiç mi hep gitmemişsiniz? Sizde muyunda ideya olsun, bunda enerji olsun sizde. Na, o sizde mi bak korktu? Şu an ben bunun denkin bir kim telefon kılsa şunda ama 2 kız 3 kız gapni ortiqroq deytgan buldum. Eğer de qutquzish unim bermagan bo'lsa, allaqachon bu dunyodan ketib bitdi degan gap. Aşağıda ben bek azaplandım. 2 kız gapni ortiq so'ramaganligimdan azaplandim. Eğer de aşağıdan o'lgan bo'lsa qanday? Şu zaman hazır. Şu şangşıgungsu lobellerinin mu binadan saklağayını doyundan izletin lan. Yomuyor çiyece tiyaloda desene de yine samanda çıkartı. Öyle yapalım. O biz belki namrat tahtımızı biz ne saklayalım salayetimiz yok. Çünkü lekin ağzı saklımızı katli olmaydı besim eğremdi. Ületlen tüy şey ben buldu diye düşün ama. Çünkü bak korkunuş güçlü olan dekin. Şuna pul tepiş mühim emas. Pulni qo'g'dab qilish muhim. Muvaffaqiyat qozonish muhim emas. Mushu pul tepish muvaffaqiyatini oyoqlashtirib o'tish hammadan muhim. Qanchalik pul o'zi sizga yetdi bu umringizga. Shuni tap bo'lgandan keyin lekin to'xtasangiz bo'ldi endi. Endi harakat qilmaganda. Chunki pulni tepib tugatgili bo'lmaydi. Menga tepib tugatolmaysiz. Maska tepib tugataldimi? Ha? Unda da pulni hajat tugatgili bo'lganda maskaning boyligini hajat tugatib qo'ygan tugatolamiz-kan. Hacap 10 tat hacam bir günde 10 tal asılasılın, 10 tal daçalın, her günü bir tal öyelim. Yen tükemeyi topul. Hacap tüketkili bo'lmayotgan, ama tepib tüketkili bo'lmayotgan endi qanday qilamiz? Mushu ömrümizge lazımlı qilgan tepib, muvaffaqiyatni oyoqlashtirib o'tib, endi pulni tashib o'tib shunda ama endi men dunyodagi men nima ish keldim bu dunyoga? Mening vazifam nima? Meni o'ylamsak bo'lmaydi.